Chiroyli, ha? Ana adalar. No, adat. Nima deydi? Orolcha. Chiroyli. Va albatta bu yerni ziyorat qilmasdan iloji yo'q. Sulton Mehmetxon tomonidan Hagia Sofiya jamiyati. Inshaalloh. Bu yerni juda ko'p marotaba ziyorat qilish nasib qilgan. Shom vaqti hozir. Bu yerda bir haybati bor. Ham tarix. Juda chiroyli. Subhanalloh. Jamiga aylantirildi prezident Erdo'g'an tomonidan. Bu yer o'ta nima deydi? Siyosiy rol o'ynaydi. Nafaqat masjid, lekin bu ham xristianlarda, ham yahudiylarda, ham musulmonlarda katta rol o'ynaydi. Erdo'g'an lekin buni 2019-20-21 yillar jahon sudi, ya'ni jahon sudi bilan o'sha bellashib shu maqomni olgan, ya'ni masjid maqomini oluvdi 2021-yil. Keyinchalik 2023-yil turistlar ko'p bo'lgani sifatida bo'lgani uchun Turkiya vatandoshlari uchun namoz qilish uchun bemalol kirish mumkin. Lekin turistlar uchun mana shu ikkinchi qavatlarda 25-30 yevroga sayohat qilish uchun kirishga ruxsat beradi. Namozga faqat mo'min musulmonlarga ruxsat beradi. Bu ham yaxshi, avvalo. Nafaqat turk vatandoshlar, balki biz ham bemalol namoz qilish uchun kirdik, alhamdulillah. Albatta tavsiya beraman. Bu yerni ziyorat qiling. Sofiya jamiyati.